Men bitta haligi video filmni ko'rib hayratda qolganman. Endi xafa bo'lmasa, ichki ishlar xodimlari haqida film. Haligi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'imi, Ulug'bek Qodirov o'ynagan. Maktabga boryapti-da, bir o'qituvchi ayolni sevib qolyapti va u o'qituvchi ayolga gaplashayotgan paytda yana bir o'qituvchi erkakka o'rtaga tushib qoldi-da. Endi u ham yaxshi ko'rar ekan. Keyin nima deyapti haligi? Ochiqdan ochiq. Men hayratda qolganman. Bu meni qayerda ishlashimni bilmaydi shekilli deyapti. Ya'ni men kimman, bu o'qituvchi kim deb ochiqdan ochiq jamiyatga shu fikrni beryapti. Bu dahshat-ku. Bu dahshat, u qanaqasiga u butun dunyoda o'qituvchi u politsiyadan ko'ra ancha katta lavozim hisoblanadi aslida. Ya xafa bo'lmasa, ichki ishlar juda buyuk kasb bu ham. Lekin pedagogdan qanaqasiga u kuchli bo'lib buyuk muallim birinchi bo'lish kerak-ku muallim. Mana Germaniyada Angela Merkelning oldiga kirgan politsiyaligi prokuratura bilan, yustitsiya bilan qaysidir soha. Bizni ham oyligimizni pedagoglarnikiday qiling desa, senlar o'qituvchidan ko'p olishga haq. Kechira, shu joyda aniqroq ayting. Angela Merkelning oldiga kirishadi. Ya'ni Germaniya sobiq kanslerning oldiga kirishib, o'sha adliya vazirimi, qaysidir kirib, bizni ham oyligimizni o'qituvchilarga ko'tarib bering desa, qani uyalmaysizlarmi dedi, ustozlar bilan bir xil olishga. Senlar pastroq bo'lishlaring kerak. Ajoyib gap bo'ldi, Nurbek. Ha, bu nima degan gap? Va bizning maktablarga yosh yigitlar keladi-da, hamma